Joylarda mana shu bayram arafasida qizlarimizni bellashuvga chorlaganlar. Ya'ni qizlarimiz o'zaro bellashib balli qizlar bellashuvlari bo'lib o'tadi. An'anaga aylanib ulgurgan va mana shunday jarayonlardan tayyorlangan lavhamiz bor. Birgalikda tomosha qilsak. Marhamat. Bahor bayramlar fasli. Ko'klamni sog'ingan yillar uning tashrifidan quvonchga to'lib, har bir kunni bayramga ulaydi. Mamlakatimizda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan xotin-qizlarni e'zozlash haftaligi davom etmoqda. Haftalik doirasida viloyatimizning barcha tuman va shaharlarida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilyapti. Qo'shko'pir tumanining chekka hududlaridan biri O'shoqqal'ada ham bayram nafasi. Mahallalardagi eng lobar, epchil qizlar o'rtasida o'tkazilgan balli qizlar ko'rik tanlovi hudud ahliga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Tadbir avvalida so'z olganlar xotin-qizlarning har jabhada faolligi, tashabbuskorligi, fidoyiligini alohida e'tirof etdilar. Hududdagi mahallalardan tanlab olingan 6 nafar xotin-qizlar turli shartlar asosida bahslashishga kirishdilar. Ishtirokchilar salomlashish odobi, o'zi sevgan va tanlagan kasbi haqida tushunchalari, orzu-istaklarini tomoshabinlarga chiroyli tarzda yetkazib berishdi. Sahnada ularning zukkoligi va lobarligi ko'zga tashlandi. Tadbirimizda 5 ta mahalladan ishtirokchi qizlarimiz qatnashib, ular o'z bilim kuchlarini tadbir orqali sinab ko'rmoqdalar. Balli qizlar tadbiri bo'lib turibdi. Mana bugun yana tadbirimizga yoshi katta onaxonlarni tashrif buyurganlar, maktab o'quvchilarini taklif qilganmiz. Chunki yoshi katta onaxonlardan maktab o'quvchilari barcha o'gitlarni tadbir intosida olishlari mumkin. Mana bugun yoshlarimizni o'zbekona kiyinishlari, ularni milliy an'analarimizga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish maqsadida barcha ayollarimizni milliy kiyimlar bilan kiyintirib tadbirimizga taklif qilganmiz. Qizlar milliy qadriyatlarga hurmat, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, oiladagi sog'lom ma'naviy muhitning bola ongiga ta'siri, bola tarbiyasida mahallaning o'rni, xonadonlar sarishtaligini saqlash kabi mavzularda o'z mahoratlarini namoyish qildilar. Ayniqsa, to'y marosimlarining sahnadagi talqini har bir ishtirokchini befarq qoldirmadi. Yor-yor, beshik to'yi singari urf-odat va qadriyatlar mohirlik bilan keksa momolar ishtirokida ijro qilindi. Mana bugun bizni qishlog'imizda Oqdarband qishlog'i bu. Chunki Eronning Darband degan joyidan kelib hammamiz biza shu yerda joylashib, shuni ajoyib elda, shuni yurtda yashayotganimizdan hozir nihoyatda xursandmiz. Avvalambor hammalaringizni shu bugungi ulug' bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Yana bugun bizni qishlog'imizda juda ajoyib tantana. Yana shu bayram bilan bütün ayollarimizni yig'ib, shularni tabriklab, ajoyib bir sharoitlarni yaratib, bir yaxshi kun o'tkazilmoqda. Bundan albatta bütün qishloq ahli minnatdor, hammamiz xursandmiz. 30 yildan ko'p shu yerda o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Shularni hammasini tayyorlaganman. Meni shogirdlarim, meni hozir shogirdlarimni tayyorlab o'rtaga chiqarib turibdi. Albatta bu yoshlar uchun bir katta ibrat. Bu davom etaversin, an'analarimiz hamisha davom etsin deymiz. Maktabimiz jamoasi bilan shu tadbirda qatnashdik. Bu tadbir yoshlarimiz uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki liboslar namoyishi bo'lib turibdi. Mana shu qadimgi onaxonlarimizni kiyinishi va keyingi avlodga shu kiyinishlarni yetirib berish bizni asosiy vazifalarimizdan biri deb hisoblayman. 1000 yillik qadriyatlarimizni biz butun holicha kelgusi avlodlarga yetkazib berish maqsadimiz. O'zbek xalqining o'ziga xos qadriyatlari bisyor. Ma'naviyatimizning o'zagi, milliy qadriyatlarimiz oila bag'rida, mahalla ostonasida shakllanadi. Albatta bu singari harakatlar yoshlarni urf-odat, an'analar haqidagi tushunchalarni mustahkamlaydi. Qiziqarli va uzoq davom etgan bellashuvlardan so'ng g'oliblar aniqlandi va ular tuman hokimligi tomonidan munosib taqdirlandilar. Tadbir bahona doshqozonlarda sumalak tayyorlanib, o'yin kulgu avjiga chiqdi. Joylarda bayram tadbirlari davom etmoqda.